Assalomu alaykum aziz do'stlar. Hozir mana ratan stollarimiz nihoyatda ko'p sotyapmiz. Bu hozir Namanganga sotildi. Ichkarida ham taxlanganlar bor, boshqa renglari. Buni xudo xolasa Namanganga hozir yuklaymiz. Hop, bu ratan stollarimiz 6 talik. Katsitolar nihoyatda yaxshi to'qilgan, plotni to'qilgan. Stoliga keladigan bo'lsak, 90 ga 140 kattasidan bu, yaxshisidan. Oynalari kalyonni, o'sha sinmaydigan oynadan. Tagida mana setkalari ham yaxshi to'qilgan. Stullar, mana emblemalari ham bor, bexijolat. Agar bironingiz bo'lsa telefon qilaverasizlar. Mana shu yerda Urumsaroy deb yozilib, 94 lik 680 38 77. Hammasi stullarimizda bor. Bularda oyog'i qo'sh oyoq mana. 2 qavatdan oyoq bo'lgan. O'zi bir qavat bo'ladi, hozir 2 qavat bo'ldi. Xudo xolasa, bularni 6 narxida beryapmiz. Hozir 2 million 200 ming so'mdan sotyapmiz bularni. Tirikchilik qiladiganlarga ham ulug'lar qilib beryapmiz. Manzilimiz Namangan viloyati Qo'qon tumani qishlog'i. Bu tomon Namanganga yo'l, bu tomon Toshkentga yo'l. Yo'l bo'yida seximiz, bexijolat telefon qilaverasizlar bemalol. Xudo xolasa mana Samarqand yukimiz tayyor bo'lib qoldi, ertaga jo'natamiz. Ertadan keyin Qashqadaryoga ham yukimiz tayyor bo'lib qoldi. Uni ham ertadan keyinga jo'natamiz, ertaga video olamiz. Samarqandlik yuklashimizda. Mana ratallarni hamma rengidan bor bularda. 8 taligi, 6 taligi, 4 taligi hammasidan bor. Katsitolari nihoyatda yaxshi. Mana ko'rsalaring, mana katsitolari plotni qilingan, baquvvat qilingan. Tuvalari ham mustahkam, parashka kraskalangan, shu chirimasligi uchun, zaynlamasligi uchun. Hammaga omad, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, qo'llab-quvvatlab turasizlar.